Assalomu alaykum. Sovuq kunlar boshlandi. Yakutiyada umuman Rossiyada ishlab yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, agar ularning siznasi podogref bo'lmasa, o'zlaring ruchnoy podogref qo'shilgan bo'ladi do'stlar. Artikelni qo'yib qo'yaman, описанияларga или kommentariy ekranga yozib qo'yaman do'stlar. Bemalol zakaz qilib ishlatsang bo'laveradi. 24 volt, 12 volt ishlaydi do'stlar. Podogref sizda bo'ladi, kaka. Bunaqa ko'rpachalaring mana buning ichida grechkani qipig'i bor. Shuni 5 minut teskari qilib qo'yib qo'ysalaring do'stlar, qaynoq bo'lar ekan. Keyin shuni o'ngini qilib ustida o'tiraverasiz. Lekin bunda podogref sidinada do'stlar ko'p uzoq o'tirib bo'lmaydi. 30 minut, 40 minut shu kabina isiguncha, ekskavatorda kabinasi isiguncha maza qilib o'tirasiz do'stlar. 30 minut, 40 minut. Keyin bemalol bu yerda mana ikkita rejimda ishlar ekan. Mana sredniysi, bunisi maksimum, minimum degan do'stlar. O'rtaqsidan o'chadi. Обязательно o'chirib ketinglar. Fenda kabina isiguncha bemalol 30 minut 40 minut isitib o'tirishlaringni maslahat beraman. Issiqqina bo'ladi do'stlar. Lekin undan ko'p o'tirib bo'lmaydi. Kechgacha yoqib olib isitib olmanglar. Bemalol zakaz qilib olishlaring mumkin. Bir haftadan o'tib qoldi. Zo'r ishlayapti, xudo xolasa. Sinovdan o'tdi. Bemalol zakaz qilib olishlaring mumkin. Shuni orqasi skoch ekan, oddiy plus minus. Plus to'laysiz, minusni bu yerga solasiz, bo'ldi. Qarabsizki, podogref sidinaga aylanadi sidinangiz. Ertalabdan maza qilib o'tirasiz.